3 kun davomida Qo'qon shahridagi Kensoli sport maktabida kasbiy ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida Barkamol avlod sport musobaqasining belbog'li kurash turi bo'yicha respublika final bosqichi o'tkazildi. Unda Toshkent shahri, viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan 150 nafarga yaqin polvonlar ishtirok etishdi. Jami 9 ta vazn toifasi bo'yicha uyushtirilgan qiziqarli bahslarga qatnashchilarning puxta taraddud bilan kelganliklari muxlis va mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirdi. Natijalarga ko'ra Saidkamol Saybekov, Humoyun Ergashaliyev, Oybek Yo'ldashaliyev, Azbek Orifjonov, Bobur Abdumalikov, Asadbek Saidakbarov va boshqalar g'oliblar qatoridan joy olishdi. Umumjamoa hisobida 4 ta oltin, 3 ta kumush medalga sazovor bo'lgan Farg'ona viloyati sportchilari birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. 2 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medalni jamg'argan Namangan viloyati polvonlari Shohsupaning ikkinchi pog'onasidan joy olishdi. Bitta oltin, 3 ta bronza medalga ega chiqqan Toshkent shahri vakillari esa kuchli uchlikka yakun yasab berishdi. G'olib va sovrindorlar musobaqa tashkilotchilarining diplom medallari va esdalik sovg'alariga ega bo'lishdi.